Hali boshlanmadi. Tayyorman, nima bo'lsa ham urush kerak. O'lsin ko'zi chiroyli deb. Ko'z nimani hal qiladi? Ay, bizlar bugungi rubrika yo'da savol beriladi. Savol kimga ko'proq mosroq bo'lsa, o'sha odamning boshiga urish. Mana. Sekin. Kim tez arazlaydi? Kim tavakkalchiroq? Mana. Voy! Kim ko'p uxlaydi? Ikkalasi ham, bu ham, bu ham. Qo'lim bilan uraman. Hamid, sen o'zingni ur. Ko'p urushqoq. Kim ko'p urushqoq? Bu aras deydi, bu urishadi. Yo'q qil raqibni, yo'q, raqib yo'q. Kim ko'p yolg'on gapiradi? Mana-da. I! Boshqa joydan mana. Aka! Aka! Kim ko'p ovqatlanadi? Ikkalasi ham chumchuqday o'qiydi. Kimni qizlar yaxshi ko'radi? Ha, o'zimiz o'qiydi. Shu oy chiroylimi yo men chiroyliroqmanmi? Kim ko'p rasxod qiladi? Kim ko'p rasxod qiladi? Kim kech uyga kiradi? Va bu. Ye bu. Kim mas'uliyatli? Ha? Kim mas'uliyatli? Mana. Mana. Bo'ldimi? Ye. Faqat apasiga tuzilgan ekan-da, savol. Bir anu kim sal ovoz yaxshiroq nimadi? Kimni ko'zi chiroyliroq? Ha, ko'zmi? O'lsin ko'zi chiroyli deb. Lalito, dushman bu kuybil. Hayır, dushman. Kim ko'p telefonda gaplashadi? Ana. Yo'q, oldin mana yomon gaplashish Laylo deb. Men ham seni sevaman. Xo'p, xayr. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Stop, kimni admini bor?